Ledini yoqib qo'ymasam bo'lmaydi buni. Yondimi ledlari? Wow. Jigar. Mana bu hali poni Naurutda bo'ladigan farlaridan. Mashina 100% родной окрас. Только bamperlarla kraska bo'lgan dedi. Bamper detalga kirmaydi. Temir hamma detali родной. Va bunaqa ID'lar juda redki bilasiz. Только odamlarning qo'lida qolgan toza sostenalari. 102 ming probegda mashina o'ta живой sostenali. Ustilari ham, ichlari ham normalniy живой. 17-yilga narxlarini egasi bilan kelishib olasiz. Egasi aytadi, arzonroq qilib beradi. O'zin zavodskoy diskalarda peskruchovoy toza ID minaman deganlar uchun turayni elektropaket mo'qaning jigar. Ko'jalar holatlandi. Voy. Ko'jalari o'ta trezi, multirul bir tomoni va monitorlarda klimat kontrolli, podogrev sideniya, podogrev rul, drive mode bor. 102 ming probeg. O'ta живой состояние. ID tozasini istab yurganlar uchun deyman. Egasiga telefon qilamiz. Srochniy mashinasining narxini kelishib olib qo'yamiz bugun 1 dekabr.